أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد biz ilgirki dersimizde Kur'an-ı Kerim'deki mucizelik hakkında to'xtalib avtorning nazridagi Qur'oni Karim boshqalarni o'qishini keltirib beqishga da'vat qilgan, chaqirgan mo'jizelikninki haqiqiy qaratilgan nuqtasi qaysi bu haqda qana qildik, so'zlagandik. Bugungi darsimizda Mu'tazilaninki ulamolar tarafidan o'tirg'a qo'yilgan Qur'onning mo'jizasi haqidagi bir fikr haqida biroz to'xtalamiz. Bu fikrninki atılışı as-sarfa. Yani sarfa degan lug'at ma'noda qaytirish degan ma'noda mo'jizelikni mashta ta'bir beradi bular. Qur'oni Karimning mo'jizeligiga bu sarfa bilan ta'bir beradi. Yani bu nima degan gap desa, men texmi oddiylashtirib sizlarga bir tushuntiray. Bular deydiki, Qur'on o Quraysh öz vaqtidagi Arablar yoki boshqalar qarish turanmog'idek kitob emas. Yoki yozolmog'idek kitob emas. Yoza oladi. Qur'onning o'qishini keltirsa keltira oladi. Ammo Alloh Qur'onni mo'jizelik kitob qilib tushirgan bo'lg'achqa, ularni bunga qarish tura oladigan holatdan cheklab qo'ygan. Başka yoqqa qaratgan. Yani qarish turish imkoniyatiga ega qilmagan deb ma nazariyani o'tirib qo'ydi. Bizning ilgirki darslarimizda o'tirib qo'yilgan Qur'onning mo'jizaligi haqidagi mazmun nima desam, Qur'onning o'zi bizzat bular o'qishini keltirmaydigan kitob. Qur'oni Karimning o'zida Arablar va boshqalar o'qishini keltiray debmi keltirmaydigan bir alohidilik, mo'jizelik singan kitob. Ama bular nima deydi? Yo'q. Qur'on ular o'qishini keltirgudek bir kitob. Agar ashta bir kitobni yozamiz desa yoza oladi. Ammo Alloh Qur'onning mo'jizeligi yusidan bularni bu xil shakldagi Qur'oni Karimga taqobil tura oladigan imkoniyatni to'sab qolgan deb ma'qul ko'z qarashni o'tirib qo'ydi Mu'tazilalar. Buning ismi, buni atalg'usi as-sarfa. Yani al-qawlu bis-sarfa degani mushta mo'jizelik masalasi haqida mush xil fikrni deydigan bir fikr degan gap yani. Endi qarab boqaylik. Menga tushundingmi savoqdoshlar bu mediki sarfa degan gapni. Za'ama an-Nazzam shunda o'ylaydi deydi. Nazzam shunda o'ylaydi. Va huwa min a'immati al-mu'tazila fil asr al-abbasi. Abbasiy davridagi mu'tazilaning imomlarining birisi bu kishi. Bu kishi shunda o'ylaydi. Yani Allah Arablarni Qur'onga qarashtirishni to'sab qo'ydi. Va kana maqduran lahum. Qur'onga qarashtirish ularning iqtidoridagi, imkoniyatidagi ish edi. Asli Arablar qilsa qila oladi. Qur'onning o'qishini keltirsa keltira oladi. Qur'onda bir kitobni o'tirib olib chiqsa chiqa oladi. Lekin Alloh to'sab qo'ydi buni deb ma'qul nazariyani o'tirib qo'ydi bular. وقد أنكر هذا القول الباطل جمهرة علماء اللغة والدين. Endi bu batıl gapni til va din ulamolarının umumisi inkar qilganlik. Bu haqda to'g'ri gap emas bularning gapicha. Va bu gapga qarata raddiyani shu Joizning zamonisidan tortib undan keyin Qozi Abdul Jabbar al-Mu'tazili hatta bugungi davrgacha aqdan raddiyalarni bilib kelganlik bu fikriga. Va nuridu fima yati biz tuanda ulamolarninki bu fikrini inkor qilishdiki gap so'zlaridan bir birliklarini qana qilamiz keltiramiz. Qala al-Baqillani rahimahullah. Baqillani rahimahullah shunda deydi. Ala anna zalika law lam yakun mu'jiza ala ma wasafnahu min jihati nazmihi al-mumtani lakana agar uning ustiga gapning 5 o'g'a chiqmayadi, gapning 5idagi mazmunlar yo'q, faqat kitobda shuna naql qilingan bir taraf bo'lg'achqa gap o'tirdilam kelganda bir mazmun ifodalanadi.
على أن ذلك لو لم يكن معجزة على ما وصفناه. Onun üstüge eğer aşı Kur'an deydi, biz yukarıda süpetligендek onun mumtani başkalık kılanmaydıgan nezmisi noktasıdın biz yukarıda süpetligендek möcüzü bulmaydıgan şop kalsa bu balagat derecesidin o kadar düşüp ketken buludu deydi. Balagat derecesini düşüp ketken buludu. Ve nezmiste fasahat miqdarıdan düşüp ketken buludu. كان أبلغ في الأعجوبة إذا صرفوا عن الإتيان بمثله. En bir yerde heyran kalarlık iş ne modelse bu Kur'an biz yukarıda tasvirlegendek o kadar möcüze olmasa bunun oxuşunu keltiriş imkaniyetiga ega bo'ladigan bir kitob bo'lsa Qur'ondagi balogat insonlarning balogati bilan o'xshashib qolgan bo'ladi demakchi. Qur'ondagi fasohat insonlarning uzun so'zi bilan o'xshashib qoladi demakchi. Bunda vaqtda Muşta bir normal adetdeki bir kitapni yoki kitapning o'qishini keltirishdan cheklanib qolsa, iza surifu anil ityani bimislihi. Shunga o'xshash bir kitapning o'qishini keltirishdan cheklanib qolsa, uni qarashtirishdan bular cheklanib qolsa va ularning bu iqtidori yoki ularning turtkelari buningdan boshqa yoqqa yo'tkilib ketsa, kana ablagh fil u'jubaki bu texim hayron qolarlik shunda demdi. Eğer bundaq gap deyilse, fekâne o vaqtida yastagni an inzalihi ala nazmil badi'. Kur'an'ın vaqtda acayip bir nazm, uslub, qurulma boyunca çögüzüşün bir hacet. O vaqt adetdeki çögüzüp qoysun buldu. Adetdeki kitap qılıp çögüzüp başkalarına qarşı toğuzmasa bulavur diye demekçi. Ve Kur'an-ı Kerim'ne pasahatlik, acayip bir körünüşte ortaya koyuştan bir hacet oldu. Ala ennehu lev kanu surifu. Onun üstüge eğer ola açta çekilinip qalgan bolsa lem yekun min qablihim yani men qablahum min ehlil cahiliye masrufin amma kana ya'dil bihi fil fasl vel balaga ve husnun ve acib rasf. O vaqtida ulardan ilgirki cahiliyet ehli şu Kur'an'a teng keladigan fasahat balogatda, nazmisining go'zalligida, tizilishining ajoyibligi teng keladigan ishlardan cheklangan bo'lmagan bo'ladi. Ya'ni demakchi o'g'ini Qur'oni Karimdan faqat Qur'on Allohning kitobi bo'lib qolganligi uchun bular o'qishni keltirilmagan. Amaliyotda Qur'onning saviyasi u qadar yuqori emas desak, berim bunda bir ahvol kelib chiqadi. Mush hozirgi jumlaning tarjimasi shu. Kur'an tushishdan ilgirki arablar adabiyot, she'r kitoblarida Qur'ondanmi no'ch kitobni keltirayotgan bo'lish kerak o'z vaqtida. Endi qarab baqsaq tarix bo'yicha falamma lam yujad fi kalam man qablahu. Qur'ondan ilgirki kishilarning gaplarida Qur'onga o'xshash biror gap tepilmagan ekan. Shu bilimdagi bir yerda ma sarafat degan adam da'vo qilgan gapning nihoyatda ochiq oshkora botil ekanligi bilindi. Yana teximiz zohirtilg'i tushugizib buni eng oddiy shaklda tushuntiray sizlarga. Bular demakchiki, agar bayatdanki sarafa ideyasini o'tirg'i qo'yg'uchi degan fikr rasulab qolsa, yana Qur'oni Karim u qadar balog'at fasohatda yuqori kitob emas. Faqat Allohning kitobi bo'lib qolganligi uchun Alloh buning o'qishini keltirishni cheklayotgan. Amaliyotda bular Qur'ondagi kitobni yozalaydi, keltiralaydi bo'lib qolgan bo'lsa, tamam, gapiga qoyil bo'lgan taqdirimizda Qur'onning zamonida shunday bo'libdi. Qur'on tushishdan ilgirki jahiliyat davrlarida ular Qur'ondan yaxshiroq yoki Qur'onga o'xshash bir kitobni yozgan bo'lish kerak. Agar gaping to'g'ri bo'lsa, qarab baqdiq, tarixda Qur'onga o'xshash kitob bormi yo'qmi? Yo'q. Unday bo'lgan ekan Qur'on bizzat qandaq alohidlikka ega, yuqori degandek ajoyib go'zal uslub, go'zal badiiy nazm, shundaqmi? Ajoyib ratlanish, qurilma bu alohidlikka egaki, bu alohidliklar Qur'onda bizzat o'rinlashtirilgan alohidliklar va bu alohidliklar Qur'onning o'zini bizzat mo'jiza qiladigan alohidliklar va mushu alohidliklar ularni Qur'onning o'qishini keltirishni cheklab qolgan alohidliklar. Mushuningdan biz ko'ra olamizki, avvalninki sarafadiga ideyasi botil degan gap, ya'ni mazmun jihatda.
Ondan başqa وَمِمَّا يُبْطِلُ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْقَوْلِ بِالصَّرْفِ. Ular sarafa degan gap so'zlarini tilga oldi. Shu tilga olgan gaplarni batil qildigan mazmunlarning birisi ennehu law kanatil muarada mumkina. Agar ras Qur'onga qarshi turish mumkin bo'la olsa va faqatla qarshi turishdan sarafa cheklab qolgan bo'lsa, ya'ni Alloh bularni qarshi turishdan cheklab qo'yganlarni yo'llab qolgan bo'lsa, u vaqtda bu kalam, ya'ni Qur'on mo'jiza bo'lmay qoladi. Mo'jiza nima bo'lsa, cheklab qo'yishning o'zi mo'jizalik bo'ladi. Va bu kalam, ya'ni Qur'on demakchi, o'zida boshqa kalamlarga nisbatan ortiqchilikni o'z ichiga olmagan bo'ladi. Bunda bo'lishi mumkinmi? Qur'onni boshqa so'zlar bilan o'xshash ko'ralamdiq. Bir mu'min, bir musulmon, shu mo'jizani shu vaqtda bir musulmon deb turayli hozircha. Ular shu hammasi olim, ulamo o'qachqa. O'zingizni musulmon deb qarasangiz bu gapni aslo demaysiz. Qur'on bilan boshqa gapning o'rtasida mutlaqo bir farq bo'ladi. Qur'on boshqa gaplardan mutlaqo alohida bo'lishi kerak. Buni har bir musulmon e'tirof qiladi. Deb Baqillanininki yuqorqi yerimbatdan ortiq fikr sarofat deguvchilarga bergan raddiyasi. Ibn Taymiyaning raddiyasini keldi, qaranglar. Butunlay sarafaga qaytirgan raddiyasi Abturning asosan gapi yo'q. Hammasi katta-katta ulamolarning fikri. Ibn Taymiyaning bu sarafa fikriga qarata bergan raddiyasi nima desa, ahli kalomlarning ichidan, ya'ni mo'jizalar demakchi. Haliqi gapni degan kishilarning gapi min ad'afil aqwal, gapning ichidagi eng ojiz gaplar. Ya'ni bu gap nima gap desa, Qur'on faqat shu davoilarni cheklash bilan mo'jiza. Ya'ni Qur'oni Karimga qarshi to'g'richi bo'lgan omillarni cheklash bilan mo'jiza. Halbuki shuni taqozo qilishning turishi bilan degan gap turasi iboratlar biroz qiyin. Ya'ni uni qarshi tura oladigan turib faqat Alloh cheklab qo'yganligi uchun ham mo'jiza degan gapning eng ojizi. Yoki keskin qudratni yo'q qilib Alloh qarshi turadigan qudratni yo'q qilib degan gaplarning eng ojizi. U gap va huwa shu sarafa degan gap nima desa, Alloh shu millatlarning qalbini, shu kishilarning qalbini Qur'oni Karimga qarshi turishdan cheklab qo'ydi. Halbuki to'liq taqozo boturib degani ular qarshisi to'g'raydigan turib yoki ulardan salabahum al-qudratul mu'tad fi mislihi salban amman, ulardan shu Qur'onga o'xshash ishlarda normal odatdagi bor bo'lgan qudratini to'liq elib oldi. Shundan Qur'onga kelgan vaqtda ishlamay qoldi ularning iqtidori degan gap eng ojiz gap da'votidir Ibn Taymiya. Ondan keyin Ibn Taymiya rahimahulloh deydi, as-savabul maqtu' bihi, bu yerdagi kesin to'g'ri gap nima desa, xalqlarning hammasi Qur'onga qarshi turishdan ojiz. Ular uningga asla qodirlanmaydi. Hatto deydi, qarang, ma gapga diqqat qilinglar. Muhammad alayhisolamning o'zimi o'zligidan, min tilqoi nafsihi o'zligidan Qur'ondagi biror surini o'zgartib almashtirishga qodirlanmaydi. Balki Qur'on bilan Rasulullohning boshqa gaplarining o'rtasidagi farq azroq tadabbur qilib boqqan har qanday odam uchun oshkor bo'ladi. Masalan, hadislar va buni Rasululloh degan. Qur'onning Rasulullohning ig'zidan chiqqan bizga. Qarasanglar Qur'onning ifodalayotgan mazmuni bilan hadisning ifodalayotgan mazmunining osmon-zim farqi bor. Mayli iborat qurilmalarida bo'lsin, ifodalayotgan mazmunlarida bo'lsin, biz oldingi darsda degan haliqi boshqalarni nochon olsan keltirib boqqa ma'nodan bir sur keltirib boq, bir oyat keltirib boq degan talablarda bo'lsin, bak farq bor. Mushuning o'zi nima desa, Qur'on Rasulullohning so'zi emas bu bir. Ikkinchisi, Qur'onning o'zida bizzat boshqalar uning o'qishini keltirolmaydigan alohidliklar bor. Qandaqdir ibodatdan sarafa ideistiklar, sarafa fikrini deguvchilar degandek Qur'on odatdagi bir gap. Shu vaqtdagi arablar Qur'onni o'qishni keltirib faqat Alloh uni to'sab qolgan bunday gap emas, deydi Ibn Taymiya rahimahulloh. Menga tushundingiz savoqdoshlar. Ondan Ibn Kasir rahimahulloh bu haqda deydi. Amma men za'ama min al-mu'takallimin, ya'ni mutakallimlarning ahli kalam degan gap, ya'ni mu'tazillarni demakchi. Mutakallimlardan bunda o'ylab qolganlar va Qur'ondagi mo'jizlik faqatlam kuffarlarningki Qur'onga qarshi turish
taraflarini davai, sabab imkoniyatlarini cheklab qo'yish. Halbuki ashno mumkinliklarni asli bular Qur'onni o'qishni keltiradi, lekin Alloh cheklab qo'yib keltirolmadi. Yoki ularning qudratini ashu Qur'onga qarshi turish qo'ygan qudrati asli ba qarshi tura oladi, Qur'onni o'qishni keltiradi. Ashuni salbo elevatish degan gap faqavlun batil. Butunlay batil gap. Deb bo'lib, ondan keyin Davud ibn Kasir rahimahulloh fal xalqu kulluhum, bütün xalqlarning hammasi haqiqatan da aciz. Ve fi nefsil emri ameliyatda Qur'onning o'qishini keltirishdan aciz. Agar ular velav ta'azatu o'zaro yordamlashsa, tanasaru ala zalik, birisiga o'zaro yordam bersa bu haqda. Ve hattaki xalqlarning eng fasihi hisoblanadigan payg'ambarlarmi, xalqlarning eng kattasi, eng mukammali bo'lgan payg'ambarlarmi Allohning kalomiga o'xshash so'zlashga qodirlanmaydi. Mushu Qur'on ki payg'ambar alayhisalom Allohdan yetkazayotgan mushu Qur'on uslubu kalamihi. O Qur'onning kalom jumla uslublari hatto Rasulullohning söz cümle usluplarına o'xshamaydi. Rasulullohning og'zidan chiqadigan ikkalasi, birisi Qur'on, birisi hadis, uslub jihati asla o'xshamaydi. Bu qadar farqli. Gap oxirida davom qiladi, ammo bizga munosabatli bo'lgan tarafi mishag'icha olimiz buni davatidi. 3 tane chiqet gapning oxirisining baliqning ifodasi. Hozirgi masala o'sha kishilarga raddiya qaytirish o'g'achqa raddiya qaytirilgan gaplarning hammani qanday qilib akavatidi. Doktor Muhammad Abdullah Darraz rahimahulloh davatidi. هذا هو القول بالصرفة. اشتهر أن النظام من المعتزلة. معتزلة نشدك النظام مشروعا مصرفة ديان جاب وجاب. Gerçi umumiste fil cümle diyen gap umumiste mucizlikninki sahihlikini itiraf qilish bo'lsa-mu va in kana i'tirafan fil jumla bi sihhatil i'jaz, yani umum noktada mucizlikning sahihlikini itiraf qilish bo'lsa-mu illa annahu, lekin bu gapni faqat bir arab tilini o'qimaydigan ajam desa-da, bir arab tilini biladigan Qur'on tushunadigan odam aslo demaydi bu gapni. Va shuningga o'xshash balog'atning aslo ta'min tetib boqmagan odam desa-da, shunlashqa validalik shunlashqa nazzamga shu fikrda shogirdi joiz ergashmadi. Arab til ulamolaridan hech kim ergashmadi. Bu gap arablarning o'zidan bilingan fikrlarninki tam aksi. Nizamning bu fikri shoz fikrlar. Hatta shogirdim ergashmadi buningga. Biz inshaalloh bu nuqtani keyin bayon qilamiz deb doktor Muhammad Abdullah Darraz mushu fikr bilan buni keskin raddiya qilgan, raddiya bergan. Ustoz Said Qutb rahimahulloh bu nuqtaga qanday raddiya berdi desanglar, tuvandagi Said Qutb rahimahullohninki ama bir jumla so'zi. Ammo ularni Qur'oni Karimga qarashtirishga urinishdan cheklab qo'yish degan fikrini digichi olgan fikr falaysa lahu vaznun yuqam. Bu yerda hech to'g'ridak vazni yo'q fikriningki. Deb mush gap bilan yo'g'ishtirgan gapni. Endi Siyuti rahimahulloh raddiya o'ziga olgan fikrlarni 4 nuqtaga xulosalagan. Biz o'qib o'tamiz Siyutining fikrini. Birinchisi Alloh subhanahu va taoloninki qul la in ijtama'atil insu vel jinnu, inson jin hammasi toplangan taqdirdami degan so'zning o'zi ularninki qudrati bor turib ojiz kelganligiga dalolat qiladi. Qudrati bor Alloh ilhomida demakchi. Hammasi shu odamlar shu. Biladigan adabiyatda shu kallasida bor. Poatqan fasohat balog'atlari shu odamlarda bor. Bütün gücünü ishga salib turib ojiz kelganligini ifodalaydi. Bu hech qanday cheklash yo'q. Agar ulardan qudrat elivelinsa, ularning bir yerga yig'ilib, to'plashib, inson jin to'plasin, buni qilolmaydi degan gapning hech ahamiyati qolmaydi. Lam tabqa fa'idali ijtima'ihim. Qur'on davotida ya hammangni jug'lasanglarmi degan gap, bir yerga to'plasanglarmi degan gap, ba kuchingning hammani ish qilsanglarmi degan gap. Ey Alloh, agar buning kuchini tortib oliblam, endi ba kuchingni ish qilsanglarmi desa, qanday qilmish, qanday ahamiyat bo'ldi gapninki? Chunki u vaqtida o'likka o'xshashib qoladi. Li'annahum 'inda izin yakununa kal mauta. O'likka o'xshash bo'ladi. O'likning ojiz kelishi tabriklanib, uni tilg'ab tabriklangan ishlarning qatorida emas. Voy Qur'on mo'jiz deyilmaydi
vaqtida. Hech ahamiyati yo'q. Bu birinchi nuqta. Suyuti rahimahulloh xuloslagan. İkinci nokta, ulamolar shuning ijmo qildiki, mo'jizalik Qur'onga nisbat berildi. Mana bir nuqtaga diqqat qilinglar. Aciz qilish Qur'onga nisbat berildi. Qur'onning o'zida shu iqtidor bor. Agar Qur'on odatga gap bo'lib, Alloh buni cheklab qo'yganligi uchun lam o'qishni keltirmagan bo'lsa, Qur'on qanday mo'jiza bo'ldi? Shunda aytdi, kayfa yakunu mu'jizan va laysa fi sifatu i'jaz. O vaqtida uningda mo'jiza sifati bo'lmaydi. Mo'jiza sifati bo'lmagan yerda qanday mo'jiza bo'ldi u? Balki mu'jiz vaqtga ojiz qiluvchi Alloh bo'ladi. Chunki Alloh ularning haysiz chunki ma'nosi edi. Haysiz chunki ma'nosi. Chunki Alloh undan qudratni elib oldi. Bu bir gap emas asli. Qur'onning o'zi mo'jiza. Uchinchi fikr, endi bu sarafa degan gapdan nima lozim keldi desanglar, tahaddining zamonining yo'qolishidan mo'jizlik yo'qolish to'g'ri keladi. Qanday? Chunki Qur'onning o'zida bizzat nima yo'q, unda alohidlik yo'q. Alloh o'ldan iqtidorini tatib olgan bo'lsa qilamidi, ketdi tugidi, endi Qur'on undan keyin mo'jiza emas degan bir nuqta to'g'ri keladi deb Sayyid rahimahulloh 3-fikr bu bo'ldi. Ve yahlul Qur'on, Qur'on o vaqtda mo'jizlikdan xoli bo'ladi. Buningda muşta degan vaqtimizda ummatninki Rasulullahninki büyük mo'jizasi mangu qolib qoladi. Rasulullahning Qur'ondan boshqa mo'jizasi yo'q degan ijmoini buzib o'tish to'g'ri keladi. Bu nuqta intayin muhim. To'rtinchisi, agar ashuna degandek boshqalarning qarshi tura olishi mumkin bo'lsa, ya'ni Qur'onni o'qishni keltira olsa, faqatlam shu qarshi turishdan sarfi cheklab qolgan bo'lsa, vaqtda kalamning o'zi, Qur'onning o'zi mo'jiz bo'lolmaydi. Mo'jizlik nima bilan bo'ladi? Cheklash bilan mo'jiz bo'ladi. Chekligi uchun kuch mo'jiz bo'ladi. Unda o'ganda kalam, haliqi Qur'on demakchi, o'zida fi nafsihi boshqa so'zlarga qarata hech qanday ortiqcha o'ziga, Qur'on bilan odatdagi gaplardan hech farq qolmaydi. Ortiqcha o'ziga olmagan bo'ladi. Qur'on bilan boshqa kitoblarning o'tirib farq qolmaydi. Nada unda shu? Qur'on Allohning kalomi, nima farq qolmaydi deb Suyuti rahimahulloh 4 nuqtada buni xulosalab, bularga raddiya bergan. Yani bu nuqtani biz xulosalasak savoqdoshlar, va nastati'u an nukhallis fi ma ya'ti tuanda mushu mo'jizlik temasida bilishga tegishlik ishlarni tuandagi nuqtalarda xulosalayamiz savoqdoshlar. Birinchidan Qur'onning ezi ko'pi mo'jizlik haqida o'xshash. Biz gap boshqa ketdik hamdi. Qur'ondan bir batmi o'xshash mo'jiza, 600 bat hammasi o'xshash mo'jiza. Farq yo'q. Ikkinchisi, mo'jizlik Qur'onning uslubi, nazmi va bayonida. Va Qur'onning san'at alohidligi inson balog'atining alohidliklaridan tunilgan, biz bilgan ma'hud deganga biz tunilgan, biz bilganlarga zid. Qur'on qo'llangan uslub normalde insan kullanılan uslub emas, o'xshamaydi. Bu ikki. Üçüncüsü, ma fil Qur'on, Qur'oni Karimdagi g'ayblardan xabar berish. O'tmishdan inchki nuqtalar, tafsilotlar bilan qo'shilib xabar qilish va insonning ruhining ichki dunyolari, sirlaridan xabar berish, ilmiy va koinot haqiqatlarini ochib berish ve kanundaki teşrik degan gap, qonun ahkomlaridagi muhkamlik, yani puxtuluq, kishilarning manfaatlarini o'z ichiga oladigan. Bularning hammasi bir gapda ya, bularning hammasi mo'jizlikka olib boradigan haliqi tahaddidin xilvatchiroqda. Ma nuqtalar o'qishini keltirib baqson no'chosa degan nuqtada emas. Gerçi bu nuqtalar ve in kana dalilan ala annahu min indillah. Qur'onning Allohning qishni ekanligiga dalil bo'lgan taqdirdimi, lekin mo'jizlik olib boradigan tahaddidin yiroqda. Ya'ni tahaddi bo'lgan mo'jizlik bu emas. Walakinnahu la yadul. Biroq o shuni ifodalamaydi-ki, Qur'onning nazmisi, bayoni insonning so'zining nazmisiga zid. Maymunlarga gap chiqib qolmasin, savoqdoshlar. Ya'ni Qur'oni Karimningki uslubi, jumla qurilmalari boshqaligini farqliq desa, zid deb o'ylab qolmanglar. Tam arabli ishlatayotgan jumlasini ishlatadi Qur'on. Arabli ishlatayotgan nima? Keyingi gapda o'tida, yuqoridagi gaplarning hammasi Qur'oni Karimning nazmisi, bayoni
insonning so'z nazmisiga zid degan ifodalayanmaydigani insonning so'zi bilan Qur'onning so'zining o'ttirisidagi farqni ifodalayanmaydi. Dal Qur'on mushu farq bilan Allah olamlarning Robbi bo'lgan Allohning kalomi hisoblanadi. Unda olganda biz oldingi darslarda degan nuqtalar mushada xulosalanibdi. To'rtinchisi Qur'on ularni maydonga chaqirgan arablar dal o'z vaqtidagi fasohat, balog'atning imomlari, kattalari. Ular da valadayhim insonning so'zidan bo'lganlari bilan insonlarning so'zidan emas narsalarni farqlantirishga bir iqtidor bor. Bular shuni tunib yetganki, vaqat adraku, ular shuni tunib yetganki, bular shu tahaddi bilan maydonga chaqirish bilan mushu kalamning o'qishini keltirish talab qilingan bo'ladi. Bu 4-chi xulosa. 5-chi xulosa inna hadha tahaddi ma tahaddi ma o'qishini keltirib baqsin degan tahaddi. Buningdan maqsad Qur'onning ma'nolarining o'qishini keltirib baqsin degan maqsad emas. Balki shu maqsad qilinadiki, bular to'qish paydo qilishga qodir bo'lgan har qanday ma'no insonning ruhiyatidagi paydo bo'ladigan nim bo'lsin, qanday ma'no bo'lsin, qanday g'araz bo'lsin, ish qilib qilolganini qilsin degan gap. Ya'ni unda bo'lganda inson Qur'onni o'qishdiman deb nima ish qilib baqsin, lekin qilolmaydi. Unda Qur'onning ma'nosini keltirsin deb unda o'lcham qo'ymaymiz hatto. Keltirib baqsin, qilolmaydi. Bu 5-chi xulosa. 6-chi xulosa bu tahaddi, Qur'oni Karimning bu tahaddisi qiyomat kuniga qadar davom qiladi va inson jin ikkili guruhga qaratilgan, muvajjah degan qaratilgan. Bu 6-chi xulosa. 7-chi xulosa va axiran oxirida fa innal arab allazina nazala alayhim hada al-Qur'an. Qur'on ularga tushgan mushu arablar bular Qur'onning go'zalligini his qilatdi, mo'jizligini bilatdi. Ish ashu peti kishilarning ishga avlodda ashta davom qildi qachongacha desa ajamlik kishilarning ko'p sonliqiga aralashib ularning tabiatlarini fa'absidat salaiqahum tabiatlarini buzib ilm va sirtdan kirgan ilm ma'rifatlar ularning hayotiga eqib kirishga boshlaganga qadar. Ya'ni demakchi o'g'ini ikki avlod sahobalar davri va tabiinlar davrida kishilarning sog'lom til saqlangan. Ular shu vaqtda o'zi ishlatayotgan til bilan Qur'onning go'zallik, mo'jizlik nuqtalarini his qila oladi. Ammo undan keyin hamda til o'zgardi. Kishilarningki arab tiliga bo'lgan tunishimi pasladi. Masalan, saboqdoshlar, bizlar arab davlatlariga borib baqdik. Misrlarni ko'rdik, Saudlarni ko'rdik masalan. Va bugungi kunda Turkiyada masalan arablar bilan mancha paranglashimiz, kurimiz, bilimiz bularni. Bularning tili eg'izdagi tillam emas, til tuyg'ularimi Qur'on qo'llangan til uslublaridan xili yiroqlashgan. Normalda bir arab hayotida din o'qib boqmagan arab Qur'on hadisini normal arab tili balkim tasroq tushunishi hatto tushunmasligi mumkin. Va qama dajjallar g'arazlik mughridun gap g'arazlik dajjallar islomningki haqiqatini tashvihlashtirish, satlashtirishni iroda qilib o'rtaga chiqdi. Bularning g'arazlarini ro'yobga chiqarishga bularga kim yordam berdi? Bularga kishilarning Qur'on tuyg'usini yiroqlashganligi yordam berdi. Ve muşlarının qatarıdan Cahad ibn Dirham degan kishiki bu mu'tazile Qur'onni Qur'on maxluq deb fikrini o'tirg'a chiqadi. Allah o'ziga isbotlagan Qur'ondagi sifatlarni yo'qqa chiqadi. Andaki Nazzam İbrahim ibn Yasar kelib dediki, Sarafa degan gapni o'tirg'a qo'ydi. Bu Nazzamga mushu fikriga shogirdi Johiz Nazmul Qur'on degan kitobida raddiya berdi. Mesele şu savaşlar. Ve kad ekserel mu'tazile. Şu mu'tazile Kur'an'ın mucizlik meselesini bek köp kıtım kozgıdı. Eksere min isareti degenge bek köp kıtım ortaga kozgap çıkardı. Şuningdek ehli sünni ulamalarning içinde nurgulları yani Arap balag'atini his qilalaydigan, tetiyalaydigan, biladigan nurgulları mu bu haqda kitoblarni yozdi. Masalan, İmam Abdulqahir Jurjaniga o'xshash, Raziga o'xshash, Zamalkaniga o'xshash ulamolar bu haqda jiq kitoblarni yozdi. Ko'rib baqsaq bo'ladi savoqdoshlar. Bu haqdagi mazmun mushnaroq bo'ladi. Endi 4-5-asrda
gap mo'ji qolmadi. Abdur bizga ba'zi ma'lumotlarni bir vaqtda saqlashlar, nihoyat muhim nuqtalar bilib olish kerak. 4-5 asrlarda Qur'oni Karimninki mo'jizlik haqida yozilgan kitoblardan Rumanining kitobi An-Nukt fi i'jazil Qur'on. Abduri Ali ibn Aysar Rumani. Ondan keyin Xitobining kitobi Bayon i'jazil Qur'on. Abduri Hamd ibn Muhammad al-Xattabi. Baqillarning kitobi i'jazil Qur'on. Abduri Abu Bakr Muhammad ibn Tayyib al-Baqillani. Jurjanining kitobi Ar-Risalat ash-Shafiyya fi i'jazil Qur'on. Dalail al-i'jaz Asrar al-Balaghat. Bu ikkisining avtori dangliq balog'ashunos imom Abdul Qohir ibn Abdurrahman al-Jurjani qatorliq kitoblar bu sohadagi ma'lumot izlasak topqili bo'ladigan turasiy mu'tamad kitoblarning qatoridan. Agar shu nuqtada ma'lumot izlamoqchi bo'lsangiz, yuqori kitoblarni topsang. Ammo kitobni deb berishning sababi nima desanglar? Hozir sizlarga nisbatan ahamiyat yo'qdek tuyuladi. Ammo sizlar mesela akademik bir xizmat, akademik bir bahsiga tushsanglar, mesela mayli magistrlik, doktorlik olsun, yoki unda bo'lmasa o'zingizlar bir akademik bahsiga tushgan vaqtida nimaga muhtoj bo'lasizlar? Masdar, marjaga muhtoj bo'lasizlar, mu'tamad kitoblarga muhtoj bo'lasizlar. Shu vaqtda izlasangiz o'rganmaydi. Mana hozir biz o'qiyotgan kitoblarning bek go'zal alohidligi nima desanglar, mana masdarlarni obdan deb beradi. Bu bek yaxshi boylik. Mush nuqtani shunday ko'zanlarga bir kirgizib olsanglar, har sohadagi kitob va kitobning avtorlarini bir qo'yadilib olsanglar, bu sizlarni kunlarning birida o'zinglarning bahslarida olsun yoki bir narsa izlashinglarda olsun ashaga boshlab, so'rab, oprada savoqlashlar. Bu oldimizdan o'tgan bo'lg'achqa shunchalik tavsiya qilyapmiz. Ondan keyin darsimizning oxirisida, ya'ni mo'jizilik masalasi ya bu. Qur'onning mo'jizilikka munosabatli tarafidan birisi Qur'onning tarjimasi. Yana xuloslab aytsam, Qur'onning tarjimasi Qur'onmi emasmi? Biz Qur'onni mo'jiz dedik ya. Qur'onning tarjimasi Qur'on bo'lsa, u mo'jiz bo'ldi. Qur'on emas bo'lsa, mo'jizlik faqat arabchalarda bilan xos bo'lib qoladi. Shu nuqta. Haza bu yomon jiq gap, bu Qur'onning tarjimasi haqidagi gaplar, bak jiq gap, Qur'onni tarjima qilish to'g'rimi, xatomi, undaqmi, mundaqmi? Ajoyib jiq gap bor. Jiq gap bo'lsa vaqtlashlar. Gap shu, hada va inna mimma yattasil bi mavdu' i'jazil Qur'on. Qur'onning mo'jizlik temasiga munosabatlik mazmunlardan birisi va Qur'onning balog'atining buyukligiga sumu munosabatlik mazmunlardan birisi Qur'onni tarjima qilish temasi. Bunda Qur'on tarjima qilish qanday masala? To'g'rimi, xatomi? Sizlar bir yozib baqinglar hozir inkasqa. Qur'onning tarjima qilinishini kitob qilib tarjima to'g'ri deb qaramizlar, xato deb qaramizlar? Sizlarcha Qur'onni tarjima qilish to'g'rimi, xatomi savoqdoshlar? Meni so'zlitib qolib o'tirib uxlab qolmagansizlar savoqdoshlar. Masalan, bizning millatda Qur'onni tunj bo'lib tarjima qilgan olimimiz Muhammad Salih Damollojim tarjima qilgan. Ondan keyin rasmiy tarjima chiqib boqmadi, o'rtaqa. Bir hay'at bir tarjima qildi bilasizlar. Ondan keyin taraflarda hozir ancha muncha tarjimalar bo'lyapti. Daha rasmiy shaklda millatga burun tarjima taqigandek taqimaqliq. Depaqlar savoqdoshlar, Qur'onning tarjima qilinishi to'g'rimi, xatomi? Savoqdoshimizdan birisi to'g'ri dedi. Yani bireyler üzüne emas, ma'nosini tarjima qilish to'g'ri dedi. Bu haqda intayin ko'p gap bor. Ammo men sizlardan bir savol so'raydigan bir savolim bor. Bu savolimga hozir javob bermasanglar bo'ladi. O'ylanib topinglar. Qur'on bizga nechinchi yilisi tarjima qilindi? 85-yillardan keyin tarjima qilindi. Bizning Uyg'urchada Qur'on 85-yillardan keyin tarjima qilindi. Uning oldida Zirib Qarajimning tarjimasi var masalan, burunluq chaqat aytildi. Ondan başqa men bir tarjimani ko'rdim. Bu Hijriya 700-yilda yozilgan tarjima chaqat aytildi. Va bir necha xil tarjima qilindiqliq, ammo umumlashmoqliq endi. Abdullakim Maqsumajimning tarjimasi var, Sabit Damollaning tarjimasi var, umumlashmoqliq, ammo rasmiy millat xarakterli tarjima qilinishi 85-yillardan keyin. Uning oldida bizning millatda tarjima Qur'on yo'q desak, bu baliq olmaydi, umumlashmagan chunki. Men sizdan bir savol sormoqchi-da, shu nuqtada. Bizning millat
Qur'on tarjima qilinishdan ilgari dinga bo'lgan muhabbati, dinga bo'lgan ixlosi, dinning ta'limotlariga amal qilishi bakroq yaxshimi? Yoki Qur'on tarjima qilingandan keyingi 85-yil, 90-yillardan keyingi hozirga qadar bo'lgan jarayondagi ahvollari yaxshimi? Bizning millatning iymoniy, diniy jihatdagi ixlosi, dinga bo'lgan kuyinishi, amal qilishi, dinning ta'limotlarini hayotda tatbiqlashi 85-yillarning oldilarida. Mesela bizning millat 1000 yilning yoqisi musulmon ya. 1000 yilning yoqisi musulmon ya bizning millat. Şu 1000 yilning yoqi ahvoli bakroq yaxshimi yoki Qur'on tarjima qilingan shu 30-40 yilning yoqi ahvoli bakroq yaxshimi? Mushu haqda bir o'ylanib baqinglar. Men buni hozir sizlarga javob yozing demayman, ammo o'ylab baqsanglar bo'ladi. Endi kitob qaranglar. والحق في هذه المسألة التي كثر الأخذ والرد فيها يعني إلش رد قلش كب بوب ketken bu meseledeki hak gap şu ki en nuqarrar şunu karar qilamiz ki Qur'onni tercüme qilish mahal bir ish. Qur'onni aynen Qur'on ifodalagan mazmunni tercümede ifodalash asla mumkin emas. Qur'onning bir alohidligi Qur'onning arabcha shu o'z pati saqlanib qolganligida. Bugungi kunda sizlardan so'rasam, İncilning asl tili qaysi? Hech kim deb bilmaydi. Turklarda turkcha İncil var. İngilizlarda İngilizce İncil var. Araplarda Arapça İncil var. Şu hammasi o'zining tilidagi İncilni chiqib, mushu İncil deb ko'tarib chiqadi endi. İncilning asli nusxasi qaysi tilda kim deb bilmaydi? Xristianlarning o'zi deb bilmaydi. Qur'on alohidligi dal shu. Qur'onning arabcha lafz ifodalagan ma'noni asla tarjimada ifoda qilolmaydi. Bu bir. Chunki har qanday bir balog'atlik bir tekst bo'lib ketsin tarjimaning teksti, ya'ni har qanday balog'atlik bir tekstni dunyo zamin tillaridan har qanday tilda tarjima qilish mumkin. Masalan deylik, ingliz tilini ayni uyg'urchada ifodalash tez. İfodalaydi. Turkchimi shu. Masalan, men oddiy bir gapni qilay sizlarga. Turkçada hammalar bilisizlar Türkçe asosan. Bir odam kasal bo'lib, saqaysa, nima deydi Turkçada? Geçmiş olsun deydi, shundaymi? Andan keyin azroq bir musibat kelib qolsa, nima deydi? Beshingiz sog' bo'lsin deydi. Oldimga tomoq kelsa, afiyat olsun deydi, shundaymi? Endi sizlar mana shu 3 gapning uyg'urchadagi o'lchamlik deb bo'g'ish tushundigan bir ma'nosini deb baqinglar, qaranglar. Kim deb bilaydi? Geçmiş olsun deganning ma'nosi nima? Başınız sağ olsunning ma'nosi nima masalan? Afiyat olsun deganning ma'nosi nima? Tamam, beshingiz sog' olsun degan gap sizlar bir adamdan qashqirib beshingiz sog' olsun deb baqsizlar, nima deyotgan qarshi taraf? Singishlik bo'lsin desak ma'qul. Bir adam tomoq yesa, qishqirib tomoq singishlik bo'lsin deb baqsizlar, nima deyotgan? Qusqingiz ochmay, yemsizmi tomoqni sizmi deydi so'raydi. Demak, a gap siz tarjima deb qilgan narsa maskami demayagichu. Bir musibat kelsa, beshingiz sog' olsun desa, mening musibat beshimga kelmadi o'g'jam. Men pulimni haq olib qochdi deydigan gap chiqadi. Demak, ma'noni tam ifodalamadi. Bu men hozir deyotgan gap normal tilning o'tirisidagi gap, bir gaplarning o'tirisidagi gap. Odatdagi gaplarning orasidagi gap bu qadar o'g'ayada famal qawlu bil kalamil ilahil al mu'jiz. Mo'jizlik ilohiy kalomda gap qanday gap endi? Uni aynan shaklda qanday tarjima qilib bu nuqtalarni qo'ysin, Qur'onni ayni shaklda tarjima qilib bo'lmaydi. Tarjima deyilganlar biroz tushunchini o'z ichiga olgan tafsir deb atash kerak. Aynı şekilde tercüme kılınmaydı. Ama Kur'an ayetlerinin ma'nilarini Arap tilining boshqasidan izohlash, bunun da cheklimi yo'q bir ish. Shunga mening tavsiyam, mening shaxsiy tavsiyam ha saboqdoshlar. Qur'onni so'z şekilde tercüme qilishni men tam to'g'ri topmayman. Balki Qur'oni Karimni tercüme qilish to'g'ri kelib qolsa, biroz kengaytirilgan shaklda, izohlama shaklda qanday qilsak
ortaga chiqsak, mencha mau güzel. Ama mau Qur'onning tarjimasi deb söz şekil tercüme qilish mencha toza uygun emas. Belki Qur'onni tefsir qilish arab tilining boshqasi bilan vojib. Ammo u hech qanday bir ahvolda, bi halin min al ahvol degani hech qachon Qur'on deb qanday qilmaydi, atalmaydi. Bilingmi? Qur'onning tarjimasi va tafsiri deganlarning hech qaysisi asla Qur'on deb atalmaydi. Gapning tochkisi shu yerdeki Qur'on deb atalmagan ekan, u mo'jizalikmi bo'lmaydi. Unda mo'jizalik faqatlam nada Qur'onning arabcha holatida bo'ladi, undan boshqa yerda bo'lmaydi. Shuning bilan savoqdoshlar, bizning kitobimizdagi i'jozul Qur'onga munosabatlik mazmunlar shundan butunlay oxirlashdi. Vaqt munosabati bilan bugun darsimiz bu yerda to'xtaydi. Inshaalloh kelasi soatlik darsimizda kitobning 2-bobi tarix jam'il Qur'on haqida so'zlaymiz. Sizlarga mushahaqda bir vazifa qisqacha sizlar mushahaqda bir izlanib baqing. Qur'onning to'planish tarixi haqida. Qur'on qancha qitim to'plangan, qanday shaklda to'plangan, kimning davrida to'plangan, ahvoli nagacha biroz izlanib baqinglar. Bizning 2-bobdagi tushunishimizga qulay bo'ladi inshaalloh. Unda bo'lsa darsimiz bu yerda oxirlasin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.